Ahli YouTube yana biz boshladik. Kurka jo'jalardagi kasallik va kurka jo'jalarni parvarish qilishdagi xatoliklarga yo'l qo'yganlarimiz va boshqalar bilan maslahatlashamiz, o'rtoqlashamiz, davolashi va katta qilishi bir kunlikdan boshlab to katta bo'lguncha. U videolar ko'rgan bo'lsalaring, yangi ochganlari bo'lgan, o'sha yangi ochgan jo'jalarimizni hozir ko'rsataman. Bir 30 tacha ochdi, 30 tadan pateriya bo'lganlari, nima uchun pateriya bo'lganlari hammasini imkon boricha batafsil aytib beraman. Hozir boshladik. Videomizni qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Aka-ukalarimiz mana jo'jalarimiz. Alloh nasib qilsa katta bo'lyapti mana. Xo'p, 1-mayga hisoblayveramiz. Bugun 2026-yil 6-may sanasiga chorshanba. Hop, bular mana shu bir haftalik bo'ldi, chunki 30-cheslovda ochib chiqqan 1-maydan hisoblasak ham mana bir haftalik bo'ldi to'liq. Xo'p, bitta aka-ukalarimiz, jo'jalarimiz, kurka jo'jalarimiz 21 ta qoldi. Chunki kalsiy yetishmovchiligini oqibatida ba'zi shu tuxum olish jarayonida kalsiy yetishmaganligini ko'rgandim kurkalarimizga. Vitamin yetishmovchiligini hisobiga ko'p tuxumimizda ochish jarayonida palada bo'lgan yo'q-u, urug'langan, yaxshi chiqqan. Prosta ochishgacha yetib kelgan jarayonda ochilmay qolganlar ko'p bo'ldi. Keyin bu jarayonda ochib chiqib turib, oyoq osmondan bo'lib yotib qolganlari ko'p bo'ldi. Shuning uchun aka-ukalarimiz, biz maslahatimiz imkon boricha kalsiyga boy ovqatni tuxum berib turgan mahalda berish kerak, ko'proq berish kerak ekan. Shunda tuxumlardagi mana shu jo'jalarimiz ham rivojlanish jarayonida yaxshi ochib chiqishga imkoniyati bo'ladi. Keyin imkon boricha o'sha yangisini qo'yishga harakat qilinglar. Xo'p, tuxumlarimiz yangi bo'lsa ko'proq effektivniroq bo'ladi, ochib chiqishi yaxshi bo'ladi. Hozir tuxum beryapmiz, keyin o'sha broilerda ovqati bor ekan, mana shundan qo'shishni boshladik kechadan. Shu bir haftalik bo'lgan hisobiga ham tuxum, ham bundan beryapmiz. Endi bularga bir mahal toza suv berilyapti. Hop, keyin ertamatanga hozir sizlarga dorilardan ko'rsataman. Juda yaxshi katta bo'lyapti. Qaranglar, ertamatanga mana bu dorimiz oti Pelisirin. Pelisirindan bittasini 1 litrga qo'shib beryapman. Bundan bitta beryapman. Ertamadan bir mahal. Hop, bugun yangi olib keldik, kalsiy glukonani topib keldik. Ehtiyot shart. Qolganlari ham o'g'na tushmasligi uchun kalsiy yetishmovchiligini oldini oladi. Bundan o'sha 1 litrga bitta qo'shib berilaveradi bundan ham. Oralatib, ertamatan, obedda mana shuna qilib oralatib, kun oralatib berilsa bo'laveradi. Birdaniga berish tavsiya qilmayman. Bu natriy xloridimiz Siftriaksion bilan asosan mana shu bilan aralashtirib ishlataman, suvga aralashtiraman, 3 litr suvga mana shu ikkovini aralashtirib ko'pincha shundan foydalanaman. Hozir kichkina bular, lekin oz-ozdan tayyorlab turib berishga harakat qilib ko'ramiz. Bir oyda katta qilamiz bularni, xudo xolasa kompetiklarni ko'rsatamiz, o'rgatamiz. Ultra baktol deganimdan buni tuxumni maydalab berish jarayonida sepib berilyapti. Ozginadan, ko'p emas. Nomiga sepib berilyapti bundan. Shu vaqtinchaga hozir shuna qilib ushlab turibmiz. Bundan bag'i yaxshi, qolgan jo'jalar yaxshi ketyapti. Qornor dorilar ehtiyot shart olib qo'ydim. Hali berilgan yo'q bulardan. Bundan 2 dona endi hozir qo'shib qo'ydim suvga. Shu 1 litr suvga, toza suvga 2 dona qo'shib qo'ydim. Ko'p qo'shilgan yo'q. Bular pashti hozircha ishlagan yo'q, chunki o'ladigani o'ldi. Ular o'lib qolgan jo'jalarimizda
birinchi navbatda o'sha kalsiy vitamin yetishmovchiligi hisobiga oyoq osmondan bo'lib qoldi, keyin qon og'riq davom etib ular nobud bo'ldi. Endi sizlarga yaxshi maslahatimiz imkon boricha shu hozircha bizga maslahat berishdi, mana shundan berib turgan ekan, perisilindan 1 litr suv qo'shib berib turibman. Dabavkasiga olib keldim bularni. Sekin-sekin berib, jarayonni kuzatib borsanang, imkon boricha qo'yib boraman. Xo'p, hafta kuniga o'sha 6 kunlik, bir haftalik, to'liq bir haftalik bo'ldi. Havoda inkubatorda ishlatib turgan bo'lsalaring, o'sha mana bunaqangi akkumulyatorda qo'yib qo'yinglar, yonida tok o'chib qolsa ham ishlaveradi bu. Endi xo'p, bunda mana bunaqangi davomiyligi bor. Arqama-ketin qo'yilgan. Kecha yana tovuq tuxumlaridan bostirib qo'ydik mana. Alloh nasib qilsa, bular ham arqama-ketin qo'yilgan. 2-3 kun raisalari bor bularda ham. Bir vaqtda qo'yish imkoniyati bo'lmayapti, chunki mana bu kurka jo'jalarning tuxumi, kurka ham tuxumi. Arqama-arqa ochib chiqadi. Keyin mana tovuqlar tuxumlarini qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa ochib chiqadi bular ham. Endi 21 kunda ko'ramiz natijani. Nechta ochadi, nechta yo'q ko'ramiz. Alloh xudo xolasa barakasini bersin va bizni jo'jalarimizni katta bo'lish darajasi va vес olish darajasi ham katta bularda, yaxshi. O'zimizni tovuq jo'jaga nisbatan ancha yuqori. Ajoyib mana. Katta bo'lib qoldi jo'jalarimiz. Yaxshi. To'g'risi ko'z tegmasin. Qanaqa savollar bo'lsa aytaverasizlar, imkon boricha qo'ldan kelgancha yoritib boraveramiz. Mana shu kurka jo'jalarimiz xohlasa yangi boshlaganlarga, yangi boquvchilarga, bundan keyingi yosh qiziquvchilarga, shu kurka qiziquvchilariga bitta darslik qilib ketyapman. Xudo xolasa ko'p yillar asqotadi degan niyatdaman. Effekti zo'r, o'limga juda mustahkam, yaxshi nimasi. Jo'jalarimiz ancha yaxshi bo'ldi. Sifat kirib, katta bo'lib mana ajoyib. Chiroyli jo'jalarimiz ko'z tegmasin. Xohlasa inshaalloh katta bo'lsa, bularni katta bo'lish jarayonlarini ham syomka qilib ketamiz va yangi chiqadiganlari bu dori-darmonlar haqida ma'lumotlar berib, kunda qo'yib borishga harakat qilamiz. Yangi ochilgandagi videosini ham qo'ydik. Ko'rgan bo'lsalaring. Iloji boricha o'tkazib bormasdan sekin tomosha qilsalaring, shu dori-darmonlarimiz hammasini ko'rsatib aytib ketyapmiz. Yana davomiyligini ko'rsatamiz. Xudo xolasa bularni birgalikda katta qilamiz. Xo'p. Adres bizniki Qo'qonda. Ma'lumotlar bilan nimaga tushunmaganlar bo'lsa 91 697 1961 nomerimiz. Imkon boricha havoni bir xilda ushlab turishga harakat qilinglar. Shtobi issiq sovuq bo'lib qolmasin jo'jalarimiz. Shunda yaxshi katta bo'ladi. Vaqtinchaga hozir bir 2 haftalik bo'lguncha shunaqangi olib ketamiz. Hali bularga vaksina bir narsalar qilganimiz yo'q. Ko'ramiz vaksinasi katta bo'lish qanaqa bo'ladi, qanaqa yo'q. Qanday kasalliklari bor, o'shalarni bilib olamiz. Hali vaksina qilingan yo'q. Qanaqa vaksina qilinadi, nima qilinadi, undan xabarimiz yo'q. Sekin-sekin o'rganamiz. Ularda agar vaksinasi zarurat tug'ilsa, uni ham qilamiz. Juda chiroyli, yaxshi katta bo'lyapti, ko'z tegmasin. Yaxshi narsalar ekan. Boqinglar, katta qilinglar, zo'r. Go'sht yo'nalishida ham vaqti zo'r, shakalan narsalar. Foydali, juda yaxshi narsalar. Kimga nima tushunmagan bo'lsalaring, aytaverasizlar, qo'ldan kelgancha yordam qilaveramiz. Xudo xolasa mana shu yangilarni ham ochib chiqqanda davom ettirib ko'rsatib
ketaveramiz. Mana shu tuxumlarimiz ham tovuqniki, tovuqlar boqishlar jarayonlarini ham imkon boricha qo'yib ketamiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar, ishlaringga omad, salomat bo'linglar ko'klar.